Assalomu alaykum. Sizlar bilan Essential Grammar in Use darslarini o'tishda davom etamiz. Bugungi darsimiz 60-unit. Hop, my, his, their, ya'ni mening, uning, ularning egalik sifatlari. Ya'ni bugungi darsimizda egalik sifatlarini o'tar ekanmiz. Hop, egalik sifatlari nima? Egalik sifatlari ana biz ko'rib turibmiz. Mening, sening, hop, uning, ularning, bizlarning o'sha demak egalikni bildiradigan demak shu so'zlarimiz egalik sifatlari bo'ladi. Qisqacha qilib, oddiy qilib tushuntirganda. Hop, ular nimaga ishlatiladi? Ular hop, otlarga qo'shilib ishlatiladi va otlardan oldin keladi. Otlarni o'zgartiradi, demak, otlarda kimga tegishli ekanligini bildiradi. Tushunarli, demak, egalik sifatlari demak otlardan oldin keladi, otlarni o'zgartiradi va otlarni demak egasini bildiradi. Xo'p. Demak, o'rganishni davom etamiz. Biz bilardik, kishilik olmoshlarni bilardik. Misol uchun I, men, we, biz, you, siz, he, u erkak kishiga, she, ayol kishiga nisbatan u, they, ular. Shular kishilik olmoshlar edi. Endi o'shalarni biz egalik sifatlariga o'zgartirsak, I, men edi, mening, my o'zgardi. We, bizning o'zgardi. You, your bo'ldi. Sizning yoki sizlarning. He, his ga o'zgardi. Uning. She, her ga o'zgardi. Uning. They, their ga o'zgardi. Uning. Demak, jonsiz aqlsiz narsalarga nisbatan it bo'lsa, its ga o'zgardi. Ya'ni bu ham uning deb tarjima qilamiz. Shular, demak, qora harfda, demak, bold harfda, ya'ni qalinroq harfda yozganlar egalik sifatlari bo'ladi. Ya'ni ning qo'shimchasi qo'shilyapti. Tushunarli? Xo'p. Biz bilardik, oddiy olmoshlar gapni boshida kelardi. Misol uchun I like, let's say, ice cream. Men muzqaymoqni yoqtiraman. Albatta egalik oddiy kishilik olmosh edi. Endi bu egalik sifatlari bo'lsa otlardan oldin keladi. Tushunarli? Va otlarga demak tavsif beradi. Misol uchun I like my house. Men uyimni yaxshi ko'raman yoki men mening uyimni yaxshi ko'raman desak ham bo'ladi. Mening uyimni yaxshi ko'raman. Bu yerda tarjimasi gapni mazmuniga qaraysiz. Misol uchun men uyimni yaxshi ko'raman desak ham bo'ladi. Men mening uyimni yaxshi ko'raman desak ham bo'ladi, lekin ikkinchi tarjima qandaydir g'alatiroq chiqib qolyapti. Demak, bu yerda ko'ryapmiz, bu otga demak egalik sifati qo'shilyapti. Va bitta narsani bilinglar, egalik sifati gapda demak o'zi kela olmaydi. U hamisha otga demak ot bilan birga keladi va otlardan oldin keladi. Xo'p, misol uchun my umbrella, mening soyabonim. My umbrella, our umbrella, bizning soyabonimiz deyapti. Ya'ni bizning. Your umbrella, sizning soyaboningiz. Your umbrella, his umbrella, uning soyaboni, ya'ni uning soyaboni. Ko'ryapmiz bu yerda my egalik sifati, our egalik sifati, your egalik sifati, his egalik sifati va undan keyin keladigan so'zlarimiz otlar bo'ladi. Ya'ni umbrella hammasi ot. Her umbrella, uning nimasi? Meni soyaboni yoki their umbrella, ularning soyaboni. Ko'ryapmiz bu yerda demak ular demak egalik sifatlaridan keyin otlar kelyapti. I like my house. Men uyimni yoqtiraman. We like our house. Biz uyimizni yoqtiramiz. You like your house. Siz uyingizni yoqtirasiz. Ko'ryapmiz bu yerda birinchisi demak kishilik olmoshlari, ikkinchisi bo'lsa bu yerda egalik sifatlari bo'lyapti. Xo'p, he likes his house. U uyini yaxshi ko'radi, ya'ni o'zini uyini yaxshi ko'radi. She likes her house. U demak o'zining uyini yaxshi ko'radi. They like their house. Ular uylarini yaxshi ko'radi deyapti. Biz ko'ryapmiz, egalik sifatlari otlardan oldin kelyapti va otlar bilan birga kelyapti. Gapda bular o'zlari yolg'iz kela olmaydi. Oxirgi example bo'lsa Oxford, ya'ni Oxford it bilan beryapti, ya'ni joy nomiga. It is famous for its university. Oxford demak universitetlari bilan mashhur deyapti. Ya'ni Oxford universitetlari bilan mashhur. Lari bilan degani demak o'sha tegishlilik ma'nosini bildiryapti. Ya'ni Oxford bu Oxford shahri, Oxford demak rayon bo'lsa, Oxford universiteti bilan mashhur deyapti. Tushunarli? Oxfordda Oxford degan universitet bor. O'sha universitet bilan mashhur demoqchi ma'nosida kelyapti. Ya'ni for its deyapti.
Tushunarligi? Demak, it's ga o'zgaradi. Demak, it's bu yerda egalik sifati. It bo'lsa, demak, kishilik almashlari bo'ladi. Hop, we use my, your, his plus noun. Biz demak egalik sifatlaridan keyin ot ishlatar ekanmiz. Misol uchun my hands, mening qo'llarim. His new car, uning yangi mashinasi. Her parents, uning ota-onasi. Our clothes, bizning kiyimlarimiz. Your best friend, sizning eng yaqin do'stingiz. Their room, ularning xonasi. Ko'ryapmiz, bu yerda egalik sifati va ot kelyapti. Ya'ni bu yerda egalik sifati ot, egalik sifati va ot kelyapti. Misol uchun his, her, their, ya'ni bu yerda 3-shaxs birlik va 3-shaxs ko'plikdagi demak egalik sifatlarni ko'ramiz. Bir-biridan farqini. Bu yerdagi bu qiz ismi Emmy, bu bolaning ismi Andy va bu ikkita demak couple ismi demak Mr. and Mrs. Lee ekan. Ya'ni Lee bilan demak and xonim ekan. Xo'p. O'qiymiz. Demak, bu yerdagi narsalar yoki shu yerdagi odamlar o'shalarning ota-onasi yoki velosipedi yoki ukasi, akasi, opasi bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun her car, uning mashinasi, ya'ni Emmy'ning mashinasi. Nimaga her dedik? Sababi Emmy ayol kishi. Ayol kishiga nisbatan biz her ishlatamiz, ya'ni kishilik olmoshni her deb ishlatamiz. Kishilik olmoshni egalik sifatiga o'zgartirib her deb ishlatamiz. Endi Emmy's car bu degani Emmy'ning mashinasi. Tushunarligi? Her husband, uning demak eri. Her husband, Emmy's husband. Her children, uning farzandlari. Uning farzandlari, her children, ya'ni Emmy's children. Biz bilardik apostrophe s degan narsa bor, ya'ni apostrophe bilan tutuq belgisi va s, ya'ni ning degan qo'shimchani bildirardi. Agarki tutuq belgisi s harfidan oldin kelsa, birlikni bildirardi, s harfidan kelsa, ko'plikni bildirar edi. Bu yerda bu odam bitta bo'lgani uchun biz birlikni bildirib ketyapti, ya'ni Emmy's car deyapti. Tushunarligi? Endi Andy, his bike, uning demak velosipedi. Nimaga his? Sababi biz demak erkak jinsiga nisbatan biz his degan kishilik sifatni ishlatardik. His sister, uning singlisi. His parents, uning ota-onasi. Demak, his dan keyin keladigan hammasi otlar bo'lyapti, ya'ni noun bo'lyapti. Endi bu Mr. and va Mrs. Lee-ni ko'ramiz. Their son, ularning o'g'li. Son degani o'g'il. Ularning nimaga? Ular sababi ular ikki kishi ko'p. Demak, they kishilik olmoshi ular degani ularning degan kishilik sifatiga o'zgardi. Their ga. Their daughter, ularning qizi. Daughter degani qiz farzand. Their children, ularning farzandlari. Their children, ularning farzandlari. Tushunarligi? Demak, bu yerda 3-shaxs birlik va 3-shaxs ko'plikdagi kishilik sifatlarini ko'rdik. Endi demak, jonsiz aqlsiz narsalarga nisbatan it's degani va it is de farqini ko'ramiz. Bu yerda it's uning degani kishilik sifati, it is bo'lsa bu kishilik olmoshi va to be ni qisqargan shakli, ya'ni short form. Oxford is famous for its universities. Oxford universiteti bilan mashhur. Famous for degani biron narsa bilan mashhur deb turib biron narsaning nomini qo'yamiz. Oxford is famous for its university. Oxford universiteti bilan mashhur. Ya'ni uning, ya'ni o'zining universiteti bilan mashhur degan ma'noda kelyapti. Bu yerda kishilik sifati ishlatilyapti. Endi bo'lsa it's ikkalasi ham demak ba'zida pronunciation o'xshash. Sababi s'lar yonma-yon kelyapti. Farqi bittasi tutuq belgisi bor. O'sha tutuq belgisi bildiradiki, bittasi olmosh, bittasi demak to be verbligini bildiradi. I like Oxford. Men Oxfordni yoqtiraman. It's a nice place. U juda ham yaxshi, zo'r joy demoqchi. Ya'ni it is a nice place bo'ladi, to'liq shakli. Ya'ni it is a nice place. Tushunarligi? Demak, farqi shu. Shu narsani adashtirib olmaslaring kerak bo'ladi. Gapni ma'nosidan qarab, ma'nosini o'rganib, o'qib, farqini bilib olsanglar bo'ladi va o'zi ko'rinib turibdi. Bittasida tutuq belgisi bor, bittasida tutuq belgisi yo'q. Demak, bugungi darsimiz ko'rlaring juda ham oson. Demak, kishilik olmoshlarni, kishilik sifatlariga o'zgargan shaklini ko'rdik. Kishilik sifatlari demak otlardan oldin keladi, otlarni o'zgartiradi, demak otlarga tavsif beradi. Demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.